Hürmetli vatandaşlarımız davamlaştırımız. Rusya matbuatları. Jungo Hindistan chegara to'qinishi Vazir Modining Amerikani ziyorat qilishiga mos kelib qolganligi emas. Dedi mavzuli xabar 6-oyning 27-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Hindistonning vaziri Modi Amerikani ziyorat qilib, Prezident Trump bilan ko'rishgan bir paytda Jungo Hindiston chegarasi to'qinish yuz berdi. Rusya Sunniy Amra agentligi 6-oyning 28-kuni xabar e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungo Hindiston chegarasi to'qinish yuz berganligi Hindistonning vaziri Modining Amerikani ziyorat qilishiga mos kelib qolganligi emas. Hindiston rahbarlarining Amerikani ziyorat qilishining maqsadi Hindiston Osiyoda oldi bilan Janubiy Osiyoda Jungo bilan qarshilashish jihatda Amerikaning axloqiy jihatdagi qo'llashini qo'lga keltirdi. Endi Amerika yuqori darajali uchrashishning natijalaridan biri hisobida Amerika bilan Hindistonning harbiy ishlar hamkorligining kengayishi Jungo Hindiston munosabatiga yangi bir jiddiylik elib keldi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 6-oyning 27-kuni Hindiston chegaradan qonunsiz o'tdi deb aybladi. Jungo chegaradan o'tgan askariy kishilarni Hindistonning darhol chekindirib ketishini talab qildi. Jungo davlat mudofaa ministrligi 6-oyning 26-kuni kechida bayonot e'lon qilib, Hindiston tarafining harakatining chegara rayoning bexatarligi tinchlikqa og'ir ziyon solganligini ko'rsatdi. Rusya Pella Akademiyasi Sharq tadqiqot institutining boshlig'i bu voqeaning sezgirligi sababli bu to'g'rida obzor qildi. Lekin bu qatimqi chegara to'qinishi vazir Modining Amerikani ziyorat qilish jihatiga mos kelib qoldi. Hindiston rahbarlarining Amerikani ziyorat qilish maqsadlarining biri Jungoga besim ishiltish uchun axloqiy jihat Amerikaning qo'llashini qo'lga keltirishdir. Hindiston Jungoning Hindi okeaniga chiqarilib kirganligidan xavotirlandi. Amerika Hindistonga dengiz usti odamsiz aeroplandan 22 dona aeroplanni sotib berishga qo'shildi. Yana bir xabar, diqqat qiling vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi nayt zo'r o'zgarish ma'qulladi. Jungoni g'azablantirishi mumkin mavzuli xabar 6-oyning 28-kuni Iqtisod gazetida e'lon qilingan va shu kuni Ivan orbiti ko'chirilgan. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti 28-kuni yillik davlat mudofaa qo'g'dini siyosati Tayvanga qaratgan siyosatida zo'r bir o'zgarishni ma'qulladi. 21 ovozning qo'shilishi 6 ovozning qarshi orqali ma'qullangan o'zgarish xarakterlik bu qarorda Amerika dengiz armiyasi harbiy parxodlarining odatdagi tartib bo'yicha Tayvan portlariga kirishiga ruxsat qilindi. Diqqat vatandoshim. Bu ma'qullangan o'zgarish xarakterlik bu qarorda Amerika dengiz armiyasi, takrorladim, Amerika dengiz armiyasi harbiy parxodlarining odatdagi tartib bo'yicha Tayvan portlariga kirishiga ruxsat qilindi. Bu harakat, bu qaror balki Jungoni g'azablantirishi mumkin. Davlat Majlisi Harbiy ishlar komiteti bu qarorni ma'qullagandan keyin Amerika dengiz armiyasi harbiy parxodlarining Tayvan, Kaohsiung dengiz portiga va boshqa muvofiq portlarga kirishiga qo'shiladi, yo'l ochiladi. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlar Osiyo Tinch okean qo'mondonlik shtabi Tayvan o'tirib qo'ygan portga kirish shartlarini qabul qilishga yo'l qo'ydi. Agar diqqat vatandoshi, bu turlik yangi siyosat Amerika Davlat Majlisining tasdiqlashiga erishadigan bo'lsa,
Ondaqda Amerikanın bir Jungo siyaseti 40 yıldan beri tunji qatim zor özgürüş hasıl qilgan bo'ladi. Diqqat, hurmatli vatandoshim. Tekrarlayman. Agar bu türlük yeni siyaset Amerika Devlet Meclisi'nin tasdiqlashiga erishadigan bo'lsa, ondaqda Amerikanın bir Jungo siyaseti 40 yıldan beri tunji qatim zor özgürüş hasıl qilgan bo'ladi. Bu madde Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaasi huquq berish qonunining bir qismidir. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti mushu qonunga asoslanib yillik davlat mudofaa siyosati va hamkorlikni belgilaydi. Harbiy ishlar komiteti bu yil taklif berib 2018 yillik davlat mudofaa chiqimi xarajati 600 milliard 400 milyon dollar bo'lishi kerak deb belgiladi. Bu qonun loyiha Kengash palatasining muhokama qilishiga topshirildi. Yeni siyasette Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi Tayvanning suv osti mashg'ulot iqtidorini oshirishga, suv minalarini yasashni o'z ichiga oladi. Yordamlashishda va strategik hamkorlikni kuchaytirishni talab qiladi. Diqqat vatandosh.